Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sayli kechada taqib qolmadikmi? Yo'q. Bemalol. Zohid aka bilan bog'lagandik, adashmadikmi? Yo'q. Yaxshimisiz akajon? Charchamayapsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshi, xudoga shukr, yaxshi. Shuni tamom bo'lsin. Ming bor uzr akajon, ayni damda dildagi tabriklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapman. Kamina boshlovchi Marjona Farmonova bo'laman. Rahmat. Avvalambor akajon, bugungi tug'ilgan kuningiz, Sho'joni kuningiz muborak bo'lsin. Loyihamiz nomidan sizni chin dildan qutlab qolamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Barcha qilaringiz hamisha tanakoringiz omon bo'lsin, omadga boya, baxtdan sarxush bo'lib yuring. Jamiki orzu tilaklaringiz bo'lsa, barchasiga yetsin Allohim. Rahmat. Akajon, ayni damda bizda siz uchun maxsus tug'ilgan kun tabriklari bor. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin shu tabriklarni? Menimcha ukam bo'lsa kerak-da, Rossiyadan. Nima uchun? Aynan ukangiz bo'lishi mumkin. Ukam deb o'ylayapman-da. Boshqa taxminlaringiz yo'qmi? Balki ayolingiz, balki ota-onangiz, balki do'stlaringiz bo'lishi mumkindir. Onam ham bo'lishi mumkin. Onam bo'lsa mumkin onam. Yana ham taxminlaringiz bormi? Bor. Yaqinlarim juda ko'p. Xo'p, akajon, joningiz omon bo'lsin. Avvalambor adashmadingiz, ushbu samimiy so'zlarini, tug'ilgan kun tabriklarini yaqin insonlaringiz hozirda Rossiya davlatining Xabarovsk shahrida bo'lgan ukajoningiz Obidjon aka, keliningiz Umidaxon opa hamda jiyanlaringiz Botirjon, Sanjarjiz va Azizaxonlar nomidan yo'llanmoqda ushbu samimiy tilaklar. Ruxsatingiz bilan bu yuragim birdan tezda shu ukam bo'lsa kerak-da. O'zingizga yaqin olgan ekansiz. Joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonim, akajonim. Sizni bugungi xursandchilik kuningiz bilan o'zim va barcha yaqinlar nomidan chin yurakdan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Yangam bilan qo'sha qarab farzandlaringizni rohatini ko'rib yuringizlar ilohim. Boringizga ming shukr akajonim. Ukam, siz yangam ikkalangiz uy joylarimga qarab yuribsizlar. Baxtimizga doim sog'-salomat bo'lib yuringizlar. Rahmat kattakon hammasi uchun akajonim. Siz bilan xuddi egizaklardek katta bo'ldik. Aka-uka rishtalarimiz bardavom bo'lsin ilohim. O'zingizni ehtiyot qiling, biz uchun, barchamiz uchun. Tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bora tabriklayman akajonim deya, ushbu samimiy tilaklarni aynan akajoningiz Obidjon aka nomidan qabul qilib olasiz. Kattakon rahmat, ko'p, mayli. Akajon, tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Ayni damda bizda siz uchun maxsus she'riy tabriklar ham bor. Ruxsat bersangiz, buni ham sizga yetkazsam. Ukam deya mehrga to'lgan, maqtanishga arzirli bo'lgan, Allohning farzini bo'lgan oqibatli akam bor mening. Onam kabi bir intizorim. Uyimda ham yo'qlovchi borim, yoshlikdagi do'stim, o'rtog'im, oqibatli akam bor mening. Yaxshi bo'l der, yaxshiga boshlar. Akam desam vujudim yashnar. Xuddi o'sha dadamga o'xshar. Oqibatli akam bor mening. Enimdadir indoshim yig'lab. Birga o'sdi boshimni silab, duo qilar yaxshilik tilab. Oqibatli akam bor mening deya ushbu she'riy tabriklarni ham ukangiz nomidan qabul qilib olasiz. Kattakon rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Jo'ranatingiz yanada muborak bo'lsin. Kattakon rahmat. Baxtimga sog' bo'lsin ko'kalarim. Ilohim aytganingizga sanakadan. Ayni damda biz bilan samimiy suhbatda bo'lganingizdan biz bag'oyatda baxtiyormiz. Kech bo'lsa-da bezovta qilganimiz uchun yana bir bor uzr so'rab qolamiz akajon. Ayni damda tabriklarimiz o'z yakuniga yetmoqda. Biz siz bilan xayrlashib qolamiz. Tug'ilgan kunlaringizni oila davrasida, yaqinlar davrasida yaxshi o'tkazing. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling akajon. Kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, salomat bo'ling. Olovlarni olov demasdan, otashlarni mushtlagan ekan. Mening uchun hechdan qo'rqmasdan, o'tni qo'lda ushlagan ekan. Ilm olsin
odam bo'lsin deb umrim ishga sarflagan ekan. Ukam yo'lim ravon bo'lsin deb yo'limdan chikan yurgan akam. Qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Himoyachim o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Himoyachim o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Deganda kamim to'ldirib mening uchun yugurgan ekan. O'zi sovuq yerda o'tirib oyamga joy to'shagan ekan. Allohimni nazari tutsin, akalarni naqshisiz ekan. Menga bag'rin ochib ko'rishsan, mingta do'stim yaxshisiz ekan. Ilm olsin odam bo'lsin deb umrim ishga sarflagan ekan. Ukam yo'lim ravon bo'lsin deb yo'limdan chikan yurgan akam. Qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Himoyachim o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Qadri baland mehribon akam,